Ming yillardan beri yonib turib kelayotgan muqaddas olov o'chib qoldi. Yulduzlar yomg'ir bo'lib yog'moqda. Kisroning qasri qulab tushyapti. Buning ma'nosi nima? Alloh barcha olamlarga rahmat qilib yuborgan zot yer yuzida tug'ilish arafasida edilar. O'sha muborak kunda, o'sha muborak ayol insoniyatning eng sharaflisi, barcha maxluqotlarning eng yaxshisi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni dunyoga keltirish arafasida edi. Tanlangan bolaning tanlangan onasi. U oliyjanob, saxiy va pok ayol edi. Turmushiga hali ko'p bo'lmay eridan ayrilgan, farzandi esa tug'ilmay turib yetim qolgan. Bu mukammal insoniy xulq atvorga ega, eng sevimli elchi, bu dunyoyu u dunyodagi hamrohimiz payg'ambarimizning onalari haqidagi hikoya. Onamiz Ominaning hikoyasi. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslandi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamrohlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga muvofiqlashtirildi. O'sha yillari Arabiston yarim oroli johiliyat zulmati ichida qolgan edi. Shaharda ilmsizlik hukmronlik qilar, u yerda rahm shafqat o'rnini yovuzlik egallagan edi. Odamlar toshlardan, daraxtlardan va o'z qo'llari bilan yasagan butlaridan yordam so'rardi. Ey Lot, ko'zlarim ko'r bo'ldi. Iltimos, sog'ligimni qaytarib ber. Ey Uzzo, bolam qattiq eshitma bilan kasal yotibdi. Uni jonini saqlab qol. Ammo butlar na ko'rar, na eshita olardi. Odamlar orasida iymon yo'qolgani sayin yuraklari ham qorayib bordi. Ana shu tubanliklarning eng dahshatlisi biror oilada qiz farzand tug'ilganida sodir bo'lardi. Onaning to'lg'oq azobi boshlanar ekan, otasi tashqarida kutar, yuzini qo'li bilan yopib olib, quyidagi narsalarni tinmay o'ylardi. Qiz bola bo'lsa-chi? Qiz farzand bizga tashvish tug'diradi. Ularni hech kim ko'rmaydigan joyga ko'mib kelishardi. Lekin hamma ham emas. Ba'zi uylarda bunday odat yo'q edi. Ba'zi oilalar qizlarini himoya qilar, ularni ortiqcha tashvish emas, balki Allohning ne'mati deb bilishardi. Ulardan biri Vahb va Barro oilasi edi. Ular iymonga berilgan juftlik edilar. Har neki qilsalar, Robbilariga yuzlanib uning rahmatidan umid qilardilar. Va bu oilada qimmatbaho marvarat, ya'ni ularning qizi